Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 10-dan 13-iyungacha ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 10-dan 12-iyungacha yog'ingarchilik kutilmaydi. 13-iyunda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 12-iyunda 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat 10-11-iyunda kechasi 15-20 darajalik, kunduzi 30-35 darajalik. 12-13-iyunda kechasi 17-22 darajalik, kunduzi 32-37 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo bulutli bo'ladi, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 13-iyunda 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Ayrim joylarda 20-22 metr sekund tezlikgacha kuchayishi mumkin. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 18-23 darajalik, kunduzi 10 va 11-iyunda 32-37 darajalik. 12-13 kunlari 34-39 darajalik bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 18-23 darajalik, kunduzi 32-37 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 19-24 darajalik, kunduzi 34-39 darajalik bo'ladi. Farg'ona vodiysi viloyatlari, ya'ni Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 10 va 12-iyunda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 13-iyunda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 17-22 darajalik, kunduzi 30-35 darajalik bo'ladi. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 10 va 12-iyunda vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Momaqaldiroq paytida 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 12-17 darajalik, kunduzi 22-27 darajalik bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.